Assalomu alaykum. Barchaga bu kursimizning 19-darsi. 19-dars va men vazifalarni yuklaganman. Mana shu vazifalarni ko'rishim kerak va keyingi ishga o'tamiz, xudo xolasa. Keyingi bo'limga o'tamiz. Kim topshirsa shu vazifani keyingi qismga, keyingi vazifalarga o'tamiz. Sababi, masalan, onboarding qismi uchun research fayllarni yig'ish kerak. Bu qanaqa bo'lishi kerak? Masalan, mana bu yerda onboarding degan unit va u ketdi. Undan keyin sign up degan jarayon. Sign up degan proses. Xo'sh. Sign up degan proses va u ketdi mana. Xo'sh. Create password va enter password degan bo'lim. Create password, enter password, create enter password bo'yicha mos UI'lar ketdi. Recover password, recover password jarayoni bu ketdi mana. Xo'sh. Mana har bir holatiga bittadan pin kod bo'limi. Xo'sh. Pin kod bo'limi. Pin kod bo'limi track drag cargo owner va track ownerlar uchun data filling ya mos UI mavjud resurslar internetdan topish. Recover password, pin kod, data filling. Data filling. Xo'sh. Bu qanaqa nima? O'sha resurslarimizni tipi birinchi unit 1 deb nomlasak ham bo'ladi. Research mana shu tipdagi, masalan, onboarding, sign up, mana bu bo'limni hammasini password deb nomlaylik. Keyin data filling va pin kodlarni masalan boshqa tizimlarda mana shunaqangi unitlar bor ekan degan ma'noda yig'yapmiz. Mana shu holatda taxlayapmiz. Endi xo'sh. Click merge. Bu user flow hozircha bizga kerak emas. Buni yana qayta ishlanadi. Bu user flow ham kerak emas. Pin kod, recover passwordlarni olamiz edi.
joylashtiramiz masalan. Mana chiroyli qilib joylashtirdik. Password recovery. Mana. Xo'sh. Bu juda ham eng oddiy dizaynini chizishdan ham oddiy bo'lgan protsessda. Aynan mana shu men aytgan, men mana shu narsani qilishimiz kerak degan narsa eng oddiy, sodda interfeys hisoblanadi. Xo'sh. Researchlarni ham screenshotlarni mana bu yoqqa research faylga yig'averinglar, farqi yo'q. Mana. Xo'sh. No. Demak, Afrozbek yaxshi. Odinaxon, siz ishlashingiz kerak yana. To'g'ri, kimdadir qiyinchilik bo'lib, tushunarsizlik bo'lishi mumkin. No, bu narsadan qo'rqish kerak emas. Bu muammoni hal qilish kerak. Ishlash kerakmi? Ishlash kerak. 375 100 tak ID verify ID verification bu Face ID kerak emas. Biz bank emasmiz, biz shaxsimiz tasdiqlaydigan joyimiz yo'q. Moliyaviy operatsiyalarni bajaradigan rasmiy app emasmizda. O'shaning uchun bizga bu narsa hozirgi vaqtda kerak emas. Xo'sh. Buni olib qo'yamiz. Afrozbek olib qo'yamiz. Masalan, kerak bo'lishi mumkin, hozir emas. Create password, enter password. Qanaqa bo'ladi? Xo'sh. Qanaqa bo'ladi? Hozir ko'rsataman. Tak, scroll qilamiz, interfeysga o'tamiz. Va mobil ilovalarni o'zimizga yoqgan yoki yoqishi mumkin bo'lganlarini tanlab olamiz.
Mana qaranglar, research bo'limi bor. Research bo'limida qanaqa research qilganligini aytib ketyapti. Mana bu splash screen. Mana bu login. Mana bu data filling. Tushunarlimi? Buni qanaqa qilish kerak? Mana bu joylarini bitta frame ga olish kerak-da. Mana. Tushunarlimi? Buni duplicate qilamiz-da. Mana. Bizga oson nima bo'lyapti? Screenshot. Xuddi shunaqa ishlaydi. Agar screenshot yig'moqchi bo'lsalar, screenshot qo'ydirmaysizlar. O'sha rasmni copyright qilib, bu yoqqa o'tkazib, frame ichiga joylashtirib olsalaringiz bo'ldi. Mana login protsessi bor ekan mana bu joyda. Konkalar ko'rsatyapti. Sidebardan chiqargan my account. Ilovada ishlatiladigan ranglar. Tak. Kripto hamyonga o'xshaydi. Tak. Oson yo'li password. Password mobile.
Mana bu splashga kiradi. Bu nimaga kiradi? Signingga bu SMS notification. Sign. Xuddi shunday copy image. Copy image. Data filling qismlari yo'q-ku buni. Ma'lumotlarimizni to'ldirishimiz haqida. iGoods korzinkaga juda ham o'xshash ilova. Data filling qismini qayerdan topsak bo'lar ekan? Tinkoff'da ham so'raydi. Data fillingga bor. Reload. Face ID. Ana data filling qismi. No shunaqa qisqasi research qilish kerak, o'rganib chiqish kerak. Masalan, data filling mana. Mamlakat tanlash kerak bo'lsa mana
masalan. SMS login qismida mana. Xo'sh, pin kod mana. Pin kod qismimizga yana qo'shimcha. Osoni pin kodmi deyman-da. Eng osonimiz pin kodga o'xshaydi. Mana pin kodlar, yana pin kod. Tak. SMS mana bular nomer. Data fillingda pasport so'rasagan bo'ladi. 50. Mana shunaqangi holatda yig'ib chiqishlaringiz kerak edi. Masalan, mana bu joyda login va filling alohida ekan masalan. Splash bu login mana. Ma'lumotlarni to'ldiradigan screen. Masalan. Shunaqa. Mana shunaqa. Sizlar men yarim soat ishlab, hozir videom yarim soatda yozilyapti. Yarim soat ishladim. Chiroyli narsalarni topdim-da. Masalan, realniy dasturlarni ustanovka qilish kerak edi. Masalan, logout qilish kerak. Masalan, ularni keyin yana qaytadan ro'yxatdan o'tishga harakat qilish kerak. Masalan, o'zingiz nimalar yoki yaxshi bitta ilovani topib o'shanga login qilib ko'rish kerak. Umuman olganda siz oldin login qilmagan. O'shani experience'ini olib, mana shu yerda yig'ishingiz kerak. Deylik, masalan, mana bu joyda onboarding chizish jarayonidamiz. Onboardingni qanaqa ko'rsatamiz? Qanaqa ko'rsatsak chiroyli va tushunarli va foydali bo'ladi. Mana shu holatini biz nima qilib berishimiz kerak? Chizib ko'rsatib berishimiz kerak edi. Xo'p, bu demak track owner uchun bo'lmagan. Tak. Logistic app deb qo'yaylik. Unit nomini. Xo'sh, brand colorlar qora, ko'k yoki nimadir fioletoviy qilamizmi, ko'ramiz. Yoki qora sariq qilamizmi? Qora sariq ham yaxshi g'oya. Masalan, o'sha narsalarda mana bu narsalarni o'rganib chiqishimizdan bizani brendimizning rangini tanlashimiz kelib chiqishi mumkin. Shriftlarimizni tanlashimiz kelib chiqishi mumkin. Yana nima kelib chiqadi? Yana ko'p narsalar kelib chiqadi o'sha narsadan. Endi men hozirgi vaqtda bittagina Beeline'ni qidiryapman. Va masalan menda nima yana qanaqa ilovalar bor? Beeline MTS bor. Mana MTS da qanaqa qilgan ular? Ko'ryapsizmi? Masalan mana splash screenini
Mana shu holatda qilgan. Hop, beeline diagram. Ham endi bu splash emas, bu bo'lganda loginga kiradi. Loginga kiradi bu. Splashga kirmaydi. Splashga. Tak. Mana bular kirishi mumkin. Qanaqadir infografik, storiesli variantlar. Mana bu storieslarni ko'rsatyapti. Bular 100% stories. Mana storieslarni ko'ryapsizlarmi? Bular stories ekan. Demak, mana bular nima ekan? Ilova haqida ma'lumot beruvchi infografik splash screenlar hisoblanar ekan. Tushunarlimi? Demak, bizlar ham ana shu infografik ma'lumotlarni shunaqa qilib info beradi, sababi bular. Tak. Uchtasi yetarli. 375 50. Mana shu holatda oddiygina qilib qursak ham bo'ladi, masalan. TSP login jarayonini ko'rsatmagan. Negadir login jarayoni ham muhim. Inputlari bor o'zini foydali bizga. Masalan, MTS T2 ham bor mana. Mana bularda ham qaranglar qancha ma'lumot g'ij-g'ij turibdi-da, ma'lumotlarni olish kerak. Foydalanish kerak. T2 bor. Mana bilan splash sifatida ko'rsak bo'ladi. yoki stories bo'lsa kerak. Stories. Stories. Bitta pauza qilaylik-da. Okay, let's go. Davom etamiz. Xo'p, mana bu narsa ham bo'ladi. Masalan, data filling ma'lumotlaringizni kiriting deganda, masalan, pochta manzil kabi pochta manzillar so'ralishi mumkin. Shunday holatlar uchun olib qo'yamiz. Masalan, bu narsa bizani ilovani qanaqa qurishimizni belgilab beruvchi asl mag'zli joyi mana shu hisoblanadi. O'sha uchun bizni ko'proq izlanishimiz kerak, ko'proq o'rganishimiz kerak bo'ladi. Qachon bir yaxshi rezultatga erishsak, o'rganish bo'yicha, masalan, topish bo'yicha, keyingi qismga o'tsak bo'ladi. Ungacha masalan. Nega aynan mana shu interfeysdan foydalanyapmiz? Nega shu dizaynga keldik, shu yechimga keldik degan savol tug'iladigan bo'lsa, qiynalamiz. Masalan. Nice. This is a good way. Snip. Pin kod siyqasi chiqib ketib qoldi. Masalan, mana buni olsak bo'ladi. Shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirish qismiga.
Face ID so'raladimi? So'raladi. Yana nimadirlar. Так, yedovo produkti. O'ylashimcha, mana produkti temasida bo'lganligi uchun bulardan ko'proq ma'lumot so'raladi. Masalan, o'sha fuqaroni ma'lumotlari ko'proq so'raladi yoki o'sha olinadi. Bu researchni masalan mana shu researchni hozir o'rnlaringizga men qilyapman. Bu narsani vaqtimiz olmasligi uchun o'zlaringiz qilsalaringiz ham bo'lardi. Tushunarlimi? Xuddi shunaqa jarayon. Ma'lumotlar, uy manzili, karta anaqa, поддержка, yana tam nimadirlar. Bunga o'tamiz-chi, piyatichkaga. Telefon raqam, SMS notification. Mana splash screen, masalan, kartalarni dizayni. Mana. %75. Xo'sh. Cooper ilovasini ochamiz. Mana pin kodlar cho'tki qilingan deb. Mana shu narsa bilan o'ynatib olsak bo'ladi. Masalan, truck driver uchun login yoki yuk egasi uchun login deb boshidan filtratsiya qilsak bo'ladi. Mana shu ilova ham zo'r ekan, super ekan. Dizaynlarda ham ko'p anaqalar bor ekan. Bizga to'g'ri keladigan dizayn yechimlari. Daraja professional bular. Biz esa hali hech kimimiz o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar ko'p. Menga oqib tushadi bu narsalarni tushunishimiz uchun. Agar tushunishga majbur bo'ladigan bo'lsak, shuni qo'yib qolish mumkin. Mana kartalarni kiritish joylari bor. BB qanaqa vkus bu. Yandex Eda. Просто супер. Super-muper. Shu zapravkadan ham ko'p narsalar topsak bo'ladi. Endi mana shu joylarga kelamiz. Masalan, registratsiya degan joyga Gmail filling data yoki boshqaga to'g'ri keladi mana bu skrinlar. Hop. Avans. 375. Так. Filling data.
Men qanaqa ko'rdim? Men mana shunaqa ko'ryapman. Hozir mana 1 soat ichida 1 soat emas, bir 45 minutlar vaqt bo'ldi hozir. Umumiy darsimizni yozayotganimga mana shuncha vaqt davomida masalan men har xil nimalarni yig'ib chiqdim aynan o'sha chassiga to'g'ri keladigan. Qaranglar. Maqsad nima? Maqsad ilovani boshlab olish vaqtimizda biz yo'nalishni bilib olishimiz kerak. Qanaqa bo'lishi kerak? Ilova qanaqa holatda ko'rinishi kerak? Bizning umumiy anaqamiz qanaqa? Masalan, uslubimiz qanaqa? Dizayn uslubimiz qanaqa? Mana shu uslubni mana shu joyga yig'ib olganimizdan keyin nima qilsak bo'ladi? Ko'rib chiqsak bo'ladi o'sha elementlarini, masalan. Tushunarlimi? Keyin ko'rib chiqamizda kerakli elementlar orqali dizaynni masalan bitta chastini mana bu joyda bitta chastini qilib olsak, mana shu chastini qilib olsak, keyingi chastlarga o'tganimizda qiynalmaymiz. Keyingi chastlarda bemalol chizamiz. Bemalol o'zimizga kerakli bo'lgan elementlarni yaratib olamiz. Tak. Buni qayta ishlash kerak. Tak. Shu narsalarni qayta ishlab yaxshi natijaga erishamiz. Endi bu baribir bizning portfolio loyihamiz. Bu narsani men qilganman deb ko'rsatishga bilmadim. Onboarding qismini boshqatdan qilishimiz kerak. Sign in processini boshqatdan qilishimiz kerak. Create passwordni boshqatdan qilish shart emas, chunki men ko'rsatganman. Enter password ham xuddi shunaqa. Pin kodni ham bir ko'rish kerak. Qanaqadir so'zlar yoki nimalarni to'g'rilash kerak bo'lsa, data fillinglarni qaytadan qilish kerak. Yaxshi chiqmagan bu. Ma'lumotlari xato yoki dizayn xato. Shunday ekan, o'sha masalan mana shu narsamiz to'lgandan keyin bizlar chizishni boshlasak ham bo'ladi. Men o'zim uchun vazifalar shakllantirib qo'yaman. Tak, vazifalar. Men uchun vazifalar. Xo'p, dizayn tizimda ranglarni tartiblab chiqish lozim. Birinchi dizayn tizimda ranglarni tartiblab olish, ikkinchi tipografiyalarni tartiblab olish. Tartiblab olish lozim. Tipografiyalarni, stillarni tartiblab olishim kerak. Uchinchi stillarni tartiblab olish lozim. To'rtinchi brand design yaratish lozim. Hop, beshinchi o'sha logo branding hamma narsasi ichiga kiradi. Logo dizayn deganimda. Hop. Hozircha shular. Masalan, men ertagacha mana shu zadachalarni qilishim kerak. Erta kechgacha. Bu meni zadachalarim.
Afrozbek erta kechgacha Afrozbek vazifalari erta kechgacha bir yuqorida 6 ta vazifani tugatish, yakunlash lozim. Xo'p, ikkinchi nima qilamiz? Ikkinchi navbatda ikkinchi tartibda asosiy mana shu joyga kelaylik. Xo'p, ikkinchi tartibda o'sha data filling bo'yicha mana shu UI'larni chizish. Men onboarding design chizish. Chizish kerak. 2 3 3 onboardingni chizamiz. Sign in prosesni ko'rib chiqamiz. Sign up yonini ko'rib chiqish lozim. Mana shu 3 ta vazifa Afrozbekniki. Demak, mana shu vazifalar bajarib berildi. Demak, o'sha vazifalar bajarish kerak. Odinaxon hozircha sal mazalari yo'q. Ular o'sha mana shu darslarni ko'ra oladi, no bajara olmaydilar. O'shaning uchun hozirgi vaqtda Afrozbek ikkalamiz shu loyihani masalan ishlab, o'sha jarayonini qilib ko'rsatamiz. Odinaxon, sizni vazifangiz nimadan iborat? Siz o'sha ko'rib, vazifalarni ko'rayotganingiz, masalan, ko'rib turibman, dizaynni kuzatyapman deb o'sha nimalarni vaqtida masalan gruppaga yozib turing. Chunki masalan bu mehnatni siz uchun qilyapmiz, siz uchun yozyapmiz. O'sha hech bo'lmasa videoni ko'ringda motivatsiya oling. Masalan, dizayner ayollarni ko'ring, dizayner kuchli. Men ko'p katta kompaniyalarda tanigan Headhunter'dan masalan dizaynerlar, lead dizaynerlar ayol kishilar va ular Headhunter debman. LinkedIndan tanigan ko'p dizaynerlarim o'sha nimalar hisoblanadi. Nimadir yozishibdi menga. Короче, mayli. MTS Alfada ko'p leadlar ayol kishilar edi. Product designer Alfa Bank masalan. Itmoda o'qigan ekan. Mana. Product designer Alfa Bank, Go'zal Nurmatov product designer Alfa Bank. Mana shunaqangi dizaynerlarni toping, Odinaxon. Ularni masalan YouTube'da, LinkedInda toping. Yaxshi dizaynerlar bor. Bu degani masalan ayol kishida bo'ladi, chunki oilam deydi, boshqam deydi, qiynaladi va ishlasa ham bo'ladi. Nisbatan bu ish ayol kishilar uchun ham. Men tavsiya etaman sizga, to'xtatib qo'ymang, dizayn jarayonlarini o'rganishda davom eting. Qisqasi anaqa motivatsion yo'l oling, motivatsion yo'l.
Masalan, o'zingiz shunchaki bekorchilik uchun emas, professional holatda mana shu professional darajaga erishishingiz uchun bitta yo'l bo'lsin. Hech bo'lmasa farzandlaringizga o'rgatasiz, hech bo'lmasa yo'lingizda qayerdadir o'sha jarayonda kerak bo'lib qoladigan narsalar bor dizayn sohasida. O'shaning uchun sizga o'sha mana bu videolarni doimiy tayyorlab turishga harakat qilaman. O'zimiz kelishib gaplashib olganmiz. Shu darsni shu joyda yakunlasak ham bo'ladi. Bizaga keyingi anaqadan Abu Bakr qo'shiladilar. Keyingi darsdan xudo xolasa Abu Bakr yozib yuboraman. Abu Bakrga ham nimani o'rganish kerak, nima qilish kerakliklarini tushuntirib turaman. Abu Bakrga ham o'sha loyihaga qo'shiladi xudo xolasa. Demak, shu joyda darsimizni tugatamiz. Ko'rganliklaringiz uchun rahmat. Ko'proq ma'lumot olishga harakat qilinglar. Masalan, yordam so'ranglar, qayerda nima qilish kerakligini. Bu shunchaki anaqa kurs emasdi, yengil kurs emasdi bu. Sizlarga masalan ish topishlaringizda, tajribalaringizni o'sishida men yordam beradigan kurs bu. Mana shu vaqtda foydalanib qolingizlar va men qo'limdan kelgancha mana shu narsaga yordam berishga men ham harakat qilaman. Sizlardan hamma narsa sizlarda. Masalan, sizlarni izlanishlaringiz, sizlarni o'qishlaringizga qarab men motivatsiya olaman. O'shaning uchun harakatda charchamaslik kerak. Xayr, charchamanglar, salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.